Necha pul bilan boshladingiz? Wildberries haqida fikrlaringiz? O'zi 6-7 ming dollar bilan boshladim. Assalomu alaykum. Meni ismim Abdujabbarova Dilobar. Yoshim 27 da. Jahon tillari universitetining talabasiman. Rus tili filologiyasida o'qiyman. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Toshkentda Xudo xolasa Wildberriesda O'zbekistonda turib, ya'ni Toshkentda turib, Rossiyaga bormasdan yaxshi rezultat qilib 7 million оборот qilgan o'quvchimiz bilan tanishtirib olmoqchiman. Deylar, 10-potokda o'qiganlar. Tanishtiring qisqacha o'zingizni. Necha pul bilan boshladingiz? Wildberries haqida fikrlaringiz? O'zi 6-7 ming dollar bilan boshladim. O'zim marketda savdo qilganim uchun o'zimda ozgina mablag' bor edi. O'shaning uchun sразу analiz qilib, tovarni maslahatlashgan holda tovarni aniqlab, keyin pul tikishga qaror qildik. Yo'nalishlari kosmetika. Umuman mana bizada o'qidingiz, o'qish bilan emas, mana texpat deyishga hozir to'g'ri yo'l ko'rsatdik. Nima deysiz umuman qolganlarga?